Kishining axloqi oliy bo'lishi mumkin. Hamma rozi bo'layotgan go'zal xulqi bo'lishi mumkin. Tahajjudi bo'lishi mumkin. Namozi bor, zikri bor, solih amali bor. Allohga qilayotgan bir chiroyli da'vatlari bor. Agar mana shu fazilatlarni barchasini inson Allohning fazli demasdan, bu o'zimni qilgan mehnatimning samarasi deydigan bo'lsa, bu odamda ixlosni zaif ekanligi ko'rinadi. Kechagi darsimiz oxirida aytdik, agar Alloh taolo senga o'zini fazlini izhor qilmoqchi bo'lsa, shu fazlni yaratib turib senga nisbat qilib qo'yadi. Shuning uchun bizda nima xayriyat, nima yaxshilik bo'lsa, buni Allohning fazli deyishimiz kerak bo'ladi. Walaula fadlullohi alaykum va rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallohu yuzakki man yasha. Agar sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, sizlardan biron kishi biron gunohdan pok bo'la olmas edi.